Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Avstraliyadagi bir aqlli ombirining 2017 yildan boshlab Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida minglagan masjidlarning vayron bo'lganligi to'g'risidagi dokladni inkor qilib, rayonda 24 ming masjidning borligini o'tirg'i qo'ydi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni juma kuni doklad e'lon qilib, Sharqiy Turkistondagi 16 mingga yaqin masjidning Xitoy hukumatining siyosatiga asosan 2017 yildan boshlab vayron bo'lganligini yoki ig'ir buzilganligini o'tirg'i qo'ydi. O'xshash dokladda Xitoy hukumatining bu rayonda mazor, qabristonlik va boshqa diniy so'rinlarning %30%ni yo'qotganligi ko'rsatildi. Buningdan boshqa ba'zi masjidlarning qahvaxona, qavoxona va ommaviy hojatxonaga o'zgartirilganligi xabar qilingan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin dokladga baho berib, bu tuhmat chaplashdan boshqa narsa emas dedi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, bayonotchi Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining Xitoyga qarshi yolg'onchilikni qo'llash badaliga chet el mablag'iga erishganligini o'tirg'i qo'ygan. Bu hafta ichida ayrim ishki doklad e'lon qilgan Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni oldi bilan Xitoy Kompartiyasi hukumatining 2017 yildan boshlab Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida necha yuz jazo lagerlari qurganligini, ondan yana sun'iy hamroh orqali Sharqiy Turkistondagi minglagan masjid va qabrlarning vayron bo'lganligini xabar qildi. Yaponiya bosh kabinetining kotibi Katsunobu Kato Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini andishi ichida ko'rsatayotganligini aytdi. Yaponiya hukumati Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishlarga qarata andishlarini ifodaladi. Yaponiya bosh kabinetining kotibi Katsunobu Kato muxbirlarga bu masala haqida to'xtalib, o'zlarining rayon vaziyatini andishi bilan ko'rsatayotganligini bayon qildi. Kato Xitoyni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatda erkinlik, kishilik huquq va qonun bilan idora qilish qatorliq universal qimmat qarashiga hurmat qilishning muhimligiga ishonganligini aytdi. Egilinishcha, Yaponiya bu masaladagi maydonini kelar oy Yaponiyaga diplomatik ziyorat uchun keladigan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yiga yetkazadi ekan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berish bilan ayblanayotgan mezgilda Xitoy bosh sekretari Xi Jinpingning atalmish Xinjiang siyosati butunlay to'g'ri deb aqlishi nopuzli xalqaro taratqularda keng inqaz qo'zg'adi. Xitoy rahbari Xi Jinpingning Kommunistik partiyaning atalmish Xinjiang yig'inida qilgan so'zida tarbiyalash markazlari nomida o'tirg'i qo'yilgan bu siyosatning partiyaning yangi davrda atalmish Xinjiangni boshqarish strategiyasining butunlay to'g'ri ekanligini, buning uzun muddatlik usul bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Xi Jinping mundaq degan: atalmish Xinjiang xalqini Xitoyni tushunish uchun tarbiyalashga va ularni to'g'ri ko'z qarashga ega qilishga kafolat qilish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va nurg'unlagan xalqaro ommaviy tashkilotlarning dokladiga qaraganda, Beijing hukumati Sharqiy Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'ur va musulmon ostonliq millatlarni atalmish tarbiyalash nomida yig'ilish lagerlariga qamagan. Xitoy hukumati Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi Amerika diplomatlaridan yerlik amaldorlar, siyosiyonlar, ma'rif apparatlari va ommaviy tashkilotlarning vakillari bilan ko'rishganda Xitoydan ijozat olishni talab qildi. Janubiy Xitoy atdiganlik pochtasi GSNing xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministrligi yangi ko'rsatma chiqarib, Amerika diplomatlarining ziyorat uchun Hong Kongdagi tashqi ishlar komitetidan uchrashishi uchun ruxsat olishni talab qilgan. Bu belgilimiga asosan Amerika diplomatlari Hong Kongdagi barliq rasmiy, shaxsiy, ijtimoiy va tordagi suhbatlar uchun Beijing hukumatining ruxsatiga muhtoj. Mo'ljallanishcha, bu yangi belgilama Amerika tashqi ishlar ministrligining 9-oyning 3-kundagi belgilamasiga o'xshab ketadigan bo'lib, Amerikadagi Xitoy diplomatlarining universitetlarni ziyorat qilishi va elchixona sirtidagi 50 dan ortiq odam qatnashadigan faoliyatlarga qatnashishi uchun ruxsat olishi talab qilingan. Amerikada bir sotchi vaqtliq ijro qilish buyrug'i bilan TikTok detalini tushirishni cheklashni vaqtincha to'xtatdi. Amerika hukumatining qaroriga asosan bu detalni Alma App to'kini va Androidning Google Play'dan tushirish shu yer vaqti 23 dan 59 dan boshlab cheklanadi. Bu vaqtdan burun bu detalni tushirganlar yana ishlatiladi. Ammo ular bu appni telefondan o'chirib etgan bo'lsa, uni qayta tushira olmaydi, yangilanmalarni ziyorat qila olmaydi.
Kolumbiya rayonluq sotning sotchisi Karl Nikolas TikTok şirketining iltimosi bilan bu buyruqni ijro qilishni vaqtincha to'xtatishni qaror qildi. Amerika hukumatining advokatlari bu shirkatning Xitoy kompartiyasining axborot organi ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyda ishlangan yana bir app undador bir hafta ilgari mushuninga o'xshash cheklashga duch kelgan. Ayni vaqtda Amerika sudi oxirgi paytda ijro qilishni cheklagan. Trump hukumati bo'lsa TikTokning Amerikaga davlat bexatarlik xavfi ilib keladiganligini o'ttirg'a qo'ydi.